Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz 15-iyuldagi 2026-yil 15-iyuldagi ikkinchi smena DTM original savollarini ko'ramiz. Bunda majburiy savollar, hammasi majburiy blokdagi savollar. Hop, biz boshladik. Birinchi savolda 5 minus modul ichida minus x teng 0 berilgan. Bunga ko'ra biz moduldan o'ylaymiz 5 minus modul 2 marta ochiladi. Bitta o'zi ochiladi minus x teng 0. Bu yerdan 5 minus x teng 0. Plus x. Shunda x'imiz teng bo'ladi. Bu minus 5 ga. Ikkinchi holatimiz. Ikkinchi holatda 5 minus oldiga minus qo'yib ochiladi. Minus x teng 0. Bundan 5 minus bu minus x bilan minus plus bo'lib ketadi-da, x bo'ladi. Teng 0. Bundan x teng 5 chiqadi. Ya'ni javobimiz x teng plus minus 5 bo'lar ekan. Ikkinchi savolimiz. Bu savolda biz aytishimiz mumkin 256 taqsim 100 minus 13 taqsim 10 deb. Bunga 10 tadan beramiz. Shunda 256 minus 130 bo'ladi. Taqsim 100. Javobimiz 126 taqsim 100. Ya'ni 1,26. Unda maydaroq qilmasak 2,56 deb yozamiz. Minus 1,3 deb yozamiz. Teng 1,26 ni beradi. Bu shuni yozishimiz kerak. Keyingi savolimiz. X plus y plus z teng 3 ga teng bo'lsa debdi. Shu ifodani qiymatini hisoblang deyilyapti. Bunga ko'ra biz qavslarni ochib yuboramiz. X plus y plus z plus x plus z teng. Bunda hammasi ikkitadan bo'lyapti. X'lar ham ikkita, y'lar ham ikkita, z'lar ham ikkita. Demak, qavsni tashqariga 2 chiqarib yuboramiz. 2 chiqarganimizda x plus y plus z bo'ladi. Javobimiz shunda 6 ga teng. Keyingi savol. 7 burchakli prizmaning nechta qirrasi bor deyilyapti. Bunga ko'ra biz 3 burchakli prizmadan xulosa qilamiz. Ya'ni qonun chiqaramiz. Bunga ko'ra mana 3 burchakli prizma nechta qirrasi bor desak, bu yerda bitta qirrasi 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Ya'ni 3 burchakli prizmada 3 n ta bo'lyapti. Ya'ni 9 ta. Bizda esa 21 ta chiqadi adashmasam. Shunda javobimiz 21 ga teng. Ya'ni nechta burchagi bo'lsa, undan 3 marta ko'p bo'ladi deyilgan. 3n 7 burchaklida 3n ni qo'ysak 21, ya'ni 3 ko'paytirilgan 7 bo'ladi. Javob shunga teng. Keyingi savolimizda Abror 12 km yo'lning debdi 25% ni yurdi. U yana qancha yo'l yurish kerak? Biz 25% ni yurib bo'lgan bo'lsa, uni ya'ni qismga o'tkazib olamiz. 25% 12 ko'paytirilgan 25 taqsim 100 qismga o'tkazish. 12 ko'paytirilgan 25 bilan 100 qisqarib 1 taqsim 4 qiladi, ya'ni 3. Endi bundan hisoblaydigan bo'lsak, Abror yana 75% yurish kerak. Bundan 12 hozir yurgan yo'li 3 bo'lgan-ku, mana 3 chiqardik yurgan yo'lni. Bundan 12 dan ayirib yuborsak 12 minus 3 javobimiz 9 ga teng. 9 kilometr yurish kerak. Xo'p, ko'pning nechta qirrasi bor? Ko'pning qirrasi bundan ko'p olsak. Mana ko'p nechta qirrasi bor? Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta. Bunda ham boyagi formula tushadi. Ya'ni 3n. Bizda 4 burchak, hamma tomoni kvadrat bo'lgani uchun 4 burchak deymiz. 4 ta tomoni bor-ku. Endi
Bundan 12 chiqadi. N ga 4 qo'ysak 12 chiqadi. Javob. Keyingi savolimizda agar 200 ta kubning debdi umumiy hajmi shuncha bo'lsa debdi bitta kubning hajmini toping. Kubning tomonini x deb belgilasak, tomonni x deb belgilasak bizda formula bor. V teng x kub. Ya'ni 3 ta tomon ko'paytmasi balandlik va hokazo. Bunga 200 ko'paytirsak 200 v teng 200 kub bo'lar ekan. X kub degan. Bundan 24 bo'lyapti. Endi bundan proporsiya qilsak x kub teng bu 200 ni bo'lib yuboramiz. 24 taqsim 200 bo'ladi. Bundan 24 metr kub edi. Buni biz o'tkazib olishimiz kerak santimetrga. Santimetrga o'tkazish uchun metrning o'rniga 100 qo'yishimiz kerakda. 24 ko'paytirilgan 100 santimetr bo'ladi, bu kub bo'ladi. Shunda taqsim 200 x kub teng 24 ko'paytirilgan 10 ning 6-si taqsim 200. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 10 ning kvadrati teng bundan 12 ko'paytirilgan 10 ning 4-si bo'lib qoladi. 10 ning 6-si va 10 ning 2-si kvadratida ayrilib ketadi. Qisqarib. Xo'p, bundan x kub teng, ya'ni bitta kubning hajmi 120 mingda. Bu savolda 3 taqsim 7,8 teng 4 taqsim x. Proporsiya qiladigan bo'lsak 3x teng 4 ko'paytirilgan 7,8. Bundan 3 ni bo'lib yuborsak x teng 4 ko'paytirilgan 2,6 bo'ladi. Ya'ni javobimiz teng 10,4 ga. Javob shunga teng. Keyingi savolimiz ko'paytirishni bajaring deyilyapti. Ko'paytirishni 8 taqsim 10 deb o'ylaymiz. Buni esa 14 taqsim 100 deb o'ylaymiz. Shunda ko'paytirishni 14 ni 8 ga ko'paytirganimizda 112 bo'ladi. 10 ga taqsim 1000 bo'lyapti. Shunda javobimiz teng 0,1000 dan 112 ga. Endi keyin oxirgi savolimiz burchak AOY ni toping. Chizma AOB debdi yoyiq burchak. Bitta yoyiq burchak bor. Mana shu yerda A burchak, keyin bu yerda A B bor ekan. Chizmasini chizishni sal fikrlaymiz. Bu yerda bilmadim chizmasi berilganmi yo'qmi. Bizda debdi AOY 5x. Mana shu yerda y desak AOY 5x ga teng. YOD x ga teng. DOB esa mana DOB, ya'ni mana shu yer 90 ga teng ekan. Bu yerda 90 gradus debdi. Shunda bu 180 gradus bo'ladi yoyiq burchak o'zi. Yoyiq burchak 180 gradusga teng har doim. Qo'shsak 6x plus 90 gradus teng bo'ladi 180 ga. 6x teng bo'ladi 90 gradusga. Bunga ko'ra bizda x imiz teng bo'ladi 15 gradusga. Bizdan so'ralyapti AOY esa mana shu 5x ga teng. AOY burchak teng 5x ga. Shunda burchak AOY imiz teng bo'ladi 75 gradusga. Javob shu. Obuna bo'ling, like bosing, ko'proq DTMchilarga, tanishlaringizga jo'nating. Iloji boricha ko'proq odam ko'rib,
Keyin qaysi rangli ruchkada yozsam yaxshi ko'rinadi, shuni ham kommentariyada yozib qoldiring iltimos.